Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Jigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Samiya bilan Abdulhamdining saqchi idorasiga kelgan yerlarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Samiyani ilib kelgan kira mashinasining shofiri Samiyaning oldiga kelib, "Xinim, men bu yerda", dedi. "Bu yoq meni elib kelgan kira mashinasining shofiri. Men uydan chiqqanda pul elib olishni unutib qoptikanman", dedi Samiya to'xtab. Abdulhamdi yanchuqidagi pulning hisobini qilayotgandek sal turib oldi. Andin mashina tarafga minib Samiyaga, "Mashinaga chiqing", dedi. "Biz avtobusga yoki tramvayga o'tirib ketsakmi bo'ladi-ku?" "Chiqing degankin chiqmamsiz", dedi Abdulhamdi Samiyani ittirib. Ular mashinaga chiqdi. Samiya go'yo o'zini to'y ma'rakasidan keyin Abdulhamdi bilan hujrasiga ketayotgandek his qilib, bir xil rozimanlik nazari bilan Abdulhamdiga boqdi. Abdulhamdining o'ziga achchig'i kelyotdi. U boya Humonbekka degan gaplarida chinib qolgan yerlari bormi yo'q deb qilgan har bir eg'iz so'zni eslab chiqdi. "Tozimi döt, ahmaq, devang ishkanman", deb bearam bo'ldi. Samiya uyalgan holda qo'lini Abdulhamdining qo'lining ustiga qo'yib, "Abdulhamdi, o'zingizni upuratmang. Ish o'tib ketdi. Xudoyim buningdan keyin ishimizni oson qilar", dedi. Abdulhamdi qo'lini Samiyaning qo'lidan tortib oldi. "Ishingizni qiling. Hozir siz bilan yuradigan, bundaq gaplarni qilishdigan vaqtim yo'q". Samiya bo'ysunib jim bo'ldi. Ammo muhabbat o'tida yongan shahlo ko'zlarini Abdulhamdidan uzmadi. Uning endi o'z muhabbatini yushirg'isi kelmaydi. Abdulhamdi meni yaxshi ko'rganligi uchunla saqchiga yolg'on gap qildi deb o'ylab, muhabbatini yushirib o'ltirmadi. Mashina ularni uyiga akilib qo'ydi. Ular mashinadan tushdi. Abdulhamdi mashinaning yo'l hisoblash ko'rsatkichiga qarab, Samiyaga "Sening kasobatingdan chiqimdor bo'lyaptiman", degan ma'noda lapta qarab qo'yib, yanchug'idan pul ilib kira haqqini berdi. "Shopur, rahmat", dedi-da, mashinasini haydab ketdi. Samiya go'yo "Sen uchun jinim pido" degandek uningga qarab so'radi. "Men bilan uyga kirmamsiz?" "Yo'q". "Nega borganligimizni hech kimga demayman". "Yaxshi", dedi Abdulhamdi Samiyaga qarabmi qo'ymay. "Endi qachon kelasiz?" so'radi Samiya yelinish bilan. "Bilmayman". "Cho'qim keling, boshqalarmi xotirjam bo'lsin". "Qarab boqay, xo'sh, baxtli bo'ling". Abdulhamdi burilibla jiz ko'chasiga mangdi. U orqasidan birining marab turganligini, endi o'zining saqchilarning nazorat obyekti bo'lib qolganligini sezmidi. Dushanba. Naval aynak oldida qandoq yasinishni bilolmay turadi. U o'rima chechini oldiga tashladi. Turib yana orqaga tashladi. Ondan bantilab boqdi. Yana tushirib etdi. Qashliq etdi-yu yana surtib etdi. Qo'liga oq balay kiydi. Orqadan bir pay palayni silib etib so'mkasini qo'liga oldi-da, aynakdan sal yiroqlashib o'ziga sap soldi. Orqadan yaqinroq kelib, boshqadan padas qildi. U oddiy, ammo chiroyli yasandi. Uning qapqara shaklo ko'zlari chaqnab, terisi suzuk olmadek yaltiraydi. Vujudidan yoshlarga xos jo'shqinlik urg'ib turadi. U xeligacha nima qilarini bilmay turib qoldi. Radiodan soat 10:30 bo'lganligini anglagan hamon Ibrohim bilan uchrashishga kechikib qoptiman deb aldirab aynakka oxirgi rat qaradi-da, o'zining turqidan rozi bo'lmagandek og'zini purishtirdi. Andin so'mkasini ilib sirtqa mang'ash. "Opa, men ketdim", dedi. Apsi yandiki uyda edi. U beshini ko'tarmay, "Balduroq qaytib kel. Soat 12dan burun qaytib kelmasang bo'lmaydi. Tafida xonimga salom aytib qo'y. Vaqti bo'lsa kelib o'ltirib ketsin", dedi. Naval apsining gapiga quloq solmay ko'chaga chiqdi-da, avtobusga o'ltirdi. U o'zini yasinishni unutdi. Bütün xiyoli Ibrohimda edi. Naval uni ofitser kiyimida uchirtamanmi yoki tunji qitim ko'rgandagidek kiyimida ko'rarmanmi?
u mashinada kelarmi yoki piyoda? U ba'zi chog'dagidek kulimsirab kelarmi yoki odatdagidek jiddiy qiyofatda kelarmi? İbrahimni xilma-xil holatda xiyol ekrandan o'tkazgan Naval goh xo'shaqlanib, goh ma'yuslanatdi. Miyiqida tabassum jilva qiladi. Peshonasi bilina-bilinmas qo'riladi. Hissiyotining o'zgarishi bilan chehri ba'zida ichilib, ba'zida tutiladi. Naval avtobusdan tushishiga yuragi birdilla do'pildab so'qib ketdi. Demisimu u İbrahimning yiniga ketyotdi. Naval sarosima ichida Abdulmenim maydoniga qarab mangdi. Ko'chadagi kishilar, tomlar, yo'llar, ishqilib barliq narsalar uning İbrahim bilan uchrashishiga mang'anligini biladigandek izo tortib, qizirib beshini ichiga tiqib mangdi. Atrofiga qarayolmadi. Naval bir taraq töyda to'xtadi. U yigiti kelib chumbilini ichishni kutib turgan kelindek uyatchanlik bilan putining uchiga qarab turdi. Bir mashinaning o'zi tarafga kelayotgan ovozini anglab, Navalning yuragi og'ziga tiqildi. U beshini ko'tarmasdan qaddini sal rustlab, to'rt ko'zi bilan kutganligini İbrahimga ko'rsatmaslik uchun yonga qarab oldi. Izo tortqinini va aloqsizligini yopmoqchi bo'lgandek zo'rg'a kulimsirdi. Naval mashinaning to'xtashini, eshikning ochilishini, İbrahimning yaxshimisiz deyishini kutdi. Mashina to'xtamay o'tib ketdi. Naval beshini ko'tarib talmirish ichida yiroqlab ketayotgan mashinaga hayron bo'lib qarab qoldi. G'amga patgan holda beshini sangiltib yana kutdi. Naval bir yerda turaverishdan zerikkan shosh otdek putlarini midiritishga boshladi. Xalqlar meni ajab soyitiga qarab ketdi, demisun degandek beligidagi soatga yoshirincha qarab qo'ydi. Soat 11 dan 10 minut o'tgan edi. U nima uchun kelmaydigandu? Naval ehtiyot bilan atrofiga qaradi. Bir tarafda oq yaktak kiygan odam turadi. Bir yerda bir ana bolasining qo'lini tutib turadi. İbrahim bo'lsa ko'rinmaydi. Naval ulug' kichik tindi va nariroqdagi yana bir daraxtning tuviga berib atrofga ko'z yugurtdi. U nimandoq kelmaydigandu? Balki soqchilarni eziqtirish uchun uzun yo'l bilan kelayotgan bo'lishi mumkin. Naval soqchini xiyol qilishi bilanla ixtiyorsiz titrab ketdi. U atayandan beri İbrahimning qechib yurganligini, soqchilarning uni tutmoqchi bo'layotganligini tamoman unutib, uning bilan ko'rishishni o'ylagan edi. Soqchilar uni tutib olganmidi? Yo'q, mumkin emas. İbrahimni hech kim tutolmaydi. Naval yana bir mashinaning o'zi tarafga kelayotgan ovozni anglab, darhol u mashinaning ichiga qaradi va lassida bo'ldi. Mashinada İbrahim yo'q edi. Naval yana soyda qaradi. Soat 11 dan 20 minut o'tgan edi. Navalning toqati taq bo'ldi. U jiddiychiligini yo'qotmoqchi bo'lgandek, ushoq qadam tashlab maydonni asta aylanishga boshladi. Maydonga tutishadigan har bir ko'chaga, xuddi İbrahim bu ko'chaga yoshirinib oldimikin yoki avu ko'chadan chiqib qolarmikin degandek talmiratdi. Ondan xuddi İbrahim orqasida paydo bo'lib, uni cho'chitib birdam orqasiga qaraydi. Naval maydonni bir aylanib yana boyiqi daraxt tuviga keldi va birdilla bo'shashib ketdi. Sumkasini maydasida tutib turgan qo'li pastga tushib, sumkasi sangilab qoldi. Ko'zlaridagi nur uchib, chiroydan tabassum g'oyib bo'ldi. Butun badani holsizlanib yerga o'ltirib qoldigandek lassida bo'lib qoldi. U soatiga yana bir qatim qaradi. Soat 12 ga chorak qolgan edi. U kelmaydigan bo'ldi. Navalning qalbida u kelmaydigan bo'ldi degan bir sado yangragandek bo'ldi va kayni-kayndan takrorlanaverdi. Bu sado qasdan uning tishiga tegmoqchi, umidini barbod qilib, hayotini zulmat ichida qoldirmoqchi bo'layotgandek edi. Navalning yig'lug'isi keldi, yuragi ezilib, ko'zlari ichishdi. U yeshini ichiga yutib, beshini ko'tardi. Naval ümidsizlik ichida kishilardan yordam tilayotgandek atrofga mo'ldirlab qarab, qarmutuq birining o'ziga yomon g'arazda masxiralik yejib turganligini ko'rdi. U odam bir mashinaga yo'linib turadi. Ehtimol u shofirdir. Uningga xildan beri qarab turgandi. Uni bir er bilan ko'rishgili keptikan. U er bu xinim tashvatga o'xshaydi, kelmabdi
deb qiyos qilayotqandı. Navalning ümidsizligi achchiqqa, ondan g'azabga o'zgardi. Men ko'chada kishilarning shanxosi qoldim, deb o'ylab, g'ururi dafsanda qilingandek bo'lib ketdi. İbrahim nima deb meni mush holga tushirdi? Nimishqa kishilarning shanxosi qo'ydi? Naval ketmoqchi bo'ldi. Naval avtobus bekatiga qarab tez yugurib ketdi. Ammo shu an qadamini ostiltib umid bilan orqasiga qaradi. Uning ko'ziga yomon niyatda masxirlik yejib turgan yiliqi qarmutuq odam ko'rindi. Shuning bilan u oldiga qarab tez mangdida ko'z yeshini ichiga yutib avtobusga chiqdi. Naval, endi hargiz kelmayman. Bugünkidek uyatqa qolgan ishni qilmayman, deb o'zini tutib olishga, muhabbatini Ibrohimga bo'lgan hissiyotini tizginlashga tirishdi. Lekin shu an ko'z oldidan Ibrohimning jiddiy, ammo ansiz chiroyi paydo bo'ldi. U ansizlikni yushirgandek Navaldan ko'zini qochdi. Naval Ibrohimni aslidi. Uningga ichi og'ritdi. Qoyil bo'ladi. İbrahimni jang maydoniga ketgan o'g'lini seg'ingan onadek seg'indi. Balki u saqchilardan qochib yurib kelolmagandi. İbrahimning chuqum meni ko'rgisi keldi. Ehtimol, u İbrahimni balki qochib yurgandi yoki Misrdan chiqib yiroqlarga ketgandi, uni mengu ko'rolmasman deb o'yladi. Yo'q, İbrahim uni tashlamaydi. İbrahim Misrdan ketmaydi. U chuqum mush atrofda. Naval shu xiyollar bilan ixtiyorsiz yendiki Qur'on Karim va İbrahim yozgan bog'oqcha silingan qutichoqni siqimdidi. Ammo o'zini masxara qilgan hiliqi qarmutuq yodiga kelib, o'zini besib olishga tirishdi. Naval birdam o'zini besib oladi. Birdam xiyol qushlarini erkin parvoz qilishga qo'yitadi. U shu holatda uyga qaytib keldi. Kech bo'ldi. Seshanba o'tib ketdi. U gangrab qoldi. O'zini besib olishga tirishqandimi, hissiyoti o'rlagan chog'dimi, uni yig'a tutadi. Turli xiyol qaynimida uzib yurgan Naval oiladagilardan yiroqlashib ketdi. Ko'ngildagini Samiya bilan so'zlasholmaydi. Opasi bilan maslahatlasholmaydi. İftardan keyin hammaylar bilan o'ltirolmaydi. Muhitni ko'rishdan qo'rqatdi. Uni har qatim ko'rganda azoblanib, nima qilarini bilmaydi. Birinchidan, Naval o'zining İbrahim bilan bo'lgan munosabatini aksidan yushirg'ashqa, uningdan İbrahimning ahvolini so'ray olmaydi. Ikkinchidan, muhit Navalning dardini bilmagachga, Navalga tasalli berishni xiyoliga keltirmaydi. Navalning Abdulhamdi bilan ko'rishgisi kelmaydi. Aksicha Abdulhamdi kunda degidek keladi. Naval o'zi bilanla bo'lg'ashqa Abdulhamdida o'zgarishlarni sezmadi. Uning burunqidan kam so'z bo'lib ketganligini, buvayga to'y ishi to'g'riliq qayta eg'iz ochmaganligiga diqqat qilmadi. Abdulhamdi İbrahimning gapini qilmaydi yoki nihoyatda oz qiladi. Naval yana uning hadisi Samiya bilan go'yo maxfiy ishlari bordek, to'la pichirlashadigan bo'lganligini bayqamadi. U ko'p ishlarga diqqat qilmadi. Naval kelgan mehmonlar bilan o'ltirmaydigan bo'ldi. Xuddi dadisi uyimizda yot odam yo'q deb do'st birodarlarini atay chillayotgan, uyda mehmon ko'payib qolgan edi. Naval ha desa xizmatchi qiz Saniyaga vaqirab dardini uningdan oladi. Naval İbrahimning xabarini ko'rarmanmikin yoki anglarmanmikin deb Al-Ihrom gazetini ko'p ko'radi va radio xabarini ko'p anglaydi. Çarşamba kuni atdiganda Naval ishkobidan kiyimini olganligi, aynak oldida tarinib yasanganligini sezmay qoldi. U biri o'zini İbrahimning yiniga borg'in deyotgandek ixtiyorsiz holda shunday qildi. Ammo tunji qatimqidek ko'ngil qo'yib jabdumidi. U aynak oldida xuddi tunimaydigan biriga qarayotgandek, harakati o'zi bilan munosabatsizdek holatda turib yasandi. Saat 10:30 bo'lganda u opasiga, "Apa, men Lofaninkiga boraman" dedi. "Bo'lmaydi, taloq chiqma", dedi apasi qat'iy holda. Naval ishning sal chatoqligini sezdi, chunki u apasining to'sishini o'ylamagan edi. U apasini eritish uchun tatliq kulib, "Apa, qarg'ina, kiyinibmi bo'ldim", dedi. "Chiqmag'in deyapman-ku", apasi sal yumshidi.
Obdan apa, Xudoyim sizni amon qilg'ay. Uzun hayal bo'lmayman. 15 minutdala qaytib kelaman. Men onundan yangi pasondagi ko'nglik kesishni o'rganib olay degandim. Dedi Naval apsiga erkelab. Apsi uningga sapsilib. Senze talağa tola chiqadigan bo'lib olding. Dadang xafa bo'ldigan bo'ldi, dedi. Men 2 kundan buyon sirtqa chiqmadim-ku. Degine, men nega bordim? Gapimni angla, dedi Momay ojiz kelganligini bildirmaslik uchun yonga qarab. Agar yarim soatda kelmasang, bo'yningni uzib etaman. Ma'qul, dedi u o'z g'alabasidan xushallangan Naval. Naval chiqib ketdi. Ko'chaga chiqishi bilanla Navaldagi xushallik yo'qoldi. Xuddi biri bo'ynidan bog'lab akitayotgandek mangdi. Avtobusdan tushib, o'zini kishilardan qochiribmi ketmadi. Aksicha uni uchirishga ketib bordi deb o'ylagan odamlarni ichida zonglik qilib mangdi. Yo'q, u Ibrohim bilan ko'rishgili mangdi. Umi kelmaydi. Hey xalqlar, sizlar to'la kalla turmay ishinglarni qilinglar. Naval Ibrohimni ko'rmaydi. Naval yana Abdulminin maydoniga kelib, yiliqi daraxt tüvida to'xtadi. Shu topda u mag'lub bo'lishi muqarrar bo'lgan vazifasini o'tash kelgan odamdek umidsizlik cho'mgan edi. Soat 11 dan 12 minut o'tdi. Naval soat 11 dan 5 minut o'tkicha saqlab baxmoqchi bo'ldi. Keyin vaqtni 11 dan 10 minut o'tkicha uzartdi. U soatga qaradi. Shu asada tuyuqsiz bir mashina oldiga kelib to'xtadi. Naval cho'chib mashinaning ichiga qaradi. Mashinada Ibrohim emas, do'sti Fathi Maliji o'tiradi. Fathi Navalga kulib salom qildi. Naval salomga javob bermayla darhol so'rdi. Ibrohim qayerda? Orqadilla oldiran xuluqidan pushaymon qildi bo'lg'ay, izo tortib bo'shqina. Yaxshimisiz, Fathi apandi, dedi. Allah sizga yor bo'lsin, dedi Fathi kulimsirab. İbrahim kelelmidi. Ahvolda. Naval jiddilashib uning so'zini bilib etdi. U qandaq? Xudoga shukr, u nihoyat yaxshi. Sizga salom aytib. U qayerda? Nega yushirindi? Naval yana uning so'zini bilib etdi. U bexatar yerda. Sizga kelar qitim amal qilib keldiganligini aytib qo'yishimni topildi, dedi Fathi Navalning holiga xayrixohlik qilib. Kelar qitim bu yerda saqlamang. Bizning uyning yindiki fani maydonini bilamsiz. Bu da shu yerda saqlang. Anus doktorxonasi tarafda turing. Bo'ladi, dedi Naval itoatmanlik bilan. Abdulhamdek aytib qo'ying, u paxas bo'lib yursin. Saqchilar uni nazorat qilayotgan o'xshaydi. Uningga qahvaxonada ko'p so'zlamang deb qo'ying, dedi Fathi. Abdulhamdi? Uningga nima bo'pti? Men bilmayman. Biz uni saqchilar kuzatib yuriydi deb axborot oldik. U nega borsa orqada odam bor ekan. Hayron bo'lgan Navalning og'zi ichilib qoldi. U gap qilg'icha Fathi yana. Kechiring, ketmasam bo'lmaydi. Siz xotirjam bo'ling, dedi. Naval o'zini o'ngshab bo'lg'icha Fathi xayrimi demasdan mashinani o't oldirib ketib qoldi. Naval turgan yerda qetib turibli qoldi. Oxiri asta esiga kelganda ko'ngli xushalliqqa to'ldi. İbrahim salomat ekan, o'zini aslab etibdi. Uning bilan ko'rishkisi bor ekan. Navaldagi bearomlik va azob birdilla g'oyib bo'ldi. Uning turmushi boshqadan jo'shqin hayotiy kuchga va iftixorlikqa to'ldi. U xuddi İbrahimning qo'lini tutib, İbrahimning sog'-salomat kelib o'zi bilan ko'rishganligini tabriklagandek, bo'ynidagi qutichoqni ching siqim dedi. Uning esiga Abdulhamdi haqidagi gaplar keldi. Saqchilar nemishqa Abdulhamdini kuzatib yuriydigandu. Nemishqa saqchilar akamning iziga tushmay, Abdulhamdinikiga tushgandu. Naval, İbrahim topshirgan vazifani o'rindayman. Abdulhamdiga saqchi iziga tushibdi, paxas bo'l, deb qo'yman degan o'y bilan oldirab uyiga qaytdi. Uningga qandoq aytish kerak? Agar Abdulhamdi izimga saqchi tushganligini qandoq bilding, deb so'rsa, u nima deydi?
U hergiz men her duşanba ve çarşamba kuni İbrahim bilan uchrashib turman deganmaydi. İbrahim şu gapni Fathi Malijidan aytib beribdi, debmi aytolmaydi. U uyiga kiribmi bu gapni qandaq desam bo'lar deb bosh qotirdi va bir nimasini yutirib qo'ygandek bo'ldi. Tushdan keyin soat 3da Abdulhamdi keldi. U avvalgideklar tag'isi tushlik uyqudagi chog'da kelgan edi. Abdulhamdi uyga kirishi bilanla Naval balkonga chiqib Fathi aytgan uning iziga tushgan saqchini ko'rish uchun pastga qaradi. Pastda bir necha odam udul binodagi ishik boqqarga, Osmon tog'a, kir yuvish do'konining xo'jayini Hanafi ustam, char bozorchi Mahmud turadi. Yana bir odam ularning uyidan xeyli yiroqdagi bir stolbuga yulinib, bir parcha gazeti o'qib turadi. U puxrochi kiyingan edi. Naval bu ko'chada ko'rib boqmagan g'alati odam edi. Uning turqi, turish holatila emas, pat-pat ularning ishkiga qarab qo'yishmi g'alati edi. Naval balkondan qaytib kirdi. Abdulhamdi Samiya bilan dalon uyda paranglashib o'ltiradi. Naval Abdulhamdiga hech nima demay ularning yenidan o'tib ketdi. Naval Abdulhamdi chiqib ketgandan keyin yana balkonga chiqib qarab turdi. Abdulhamdi uydan chiqib mingishiga gazet ko'rib turgan odam gazetni qatlab, ma'lum oraliq qoldirib Abdulhamdiga agishib mangdi. Abdulhamdi ko'chaning beshiga berib o'ngga burilgan edi. Hiliq odami o'ngga burildi. Naval balkondan qaytib kirdi. U xuddi saqchilarning Abdulhamdini o'ltirib yetadiganligini ko'rgandek qo'rqib yuragi og'ziga tiqildi. Ammo undimidi. U hamma ishni Samiyaga aytib, bu cho'ng maxfiyatlikdan uni xabardor qilishni o'ylaydi-yu, Samiyaning maxfiyatlikni Abdulhamdiga aytib qo'yishdan qo'rqdi. Samiyaning og'zi ching, biroq u Abdulhamdini yaxshi ko'rdi-da, maxfiyatlikni saqlab qola olmaydi. Shunga Naval bu maxfiyatlikni o'zi saqlashga, uning azobini o'zi tortishga majbur bo'ldi. Elchisi Abdulhamdi kelganda Naval yana balkondan qarab hiliq odamni ko'rdi. U odam yana shu kiyimida, shu qiyofatda stolbiga yulinib gazet ko'rib turadi. Naval balkondan kirib Abdulhamdining oldiga keldi. O'z sirini chandırmaydigan gaplarni o'ylab turib asta: "Qarang, Abdulhamdi, men bir g'alat ishni bayqab qoldim", dedi. Abdulhamdi beshini ko'tardi. Yaqindan buyon bekla o'ychan bo'lib qolgan edi. "Yaxshi ish emas-ku deyman", dedi boshqina. U yaqindan buyon mushundaq bo'sh so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. "Men har qitim siz bizniki kelsangiz, orqangizdan bir odam agishib keldiganligini sezib qoldim. U sizni saqlab turdi. Siz chiqqandan keyin orqangizdan agishib mangdi. Siz bu odamni tunimsiz?" "Bir odam? Nima odam?" Abdulhamdining ko'zlari chekchaydi. Alaqzada bo'lib ketdi. "Siz uni tunishingiz kerak. U saqchidek qiladi. Lekin puxroch kiyinyapti", dedi Naval yana o'ychan holatda. "Saqchi? Bizning saqchi bilan nima munosabatimiz bor? Biz ularni tunimaymiz", dedi Samiya. "U odam qayerda? Hozirmi turamdi?" so'radi Abdulhamdi titragan ovozda. "Shundoq, o'zingiz qarab beqing." Abdulhamdi balkonga chiqib qaradi. Naval uningga stolbiga yo'linib turgan odamni ko'rsatib qo'ydi. Abdulhamdi darhol uyga kirib olib Navaldan so'radi: "Siz u odamni ko'rgil necha kun bo'ldi?" "4 kun bo'ldi." Abdulhamdi ortiq gap qilmay, qo'llarini uvulgan holda uyda uyoq bu yoqqa mengishga boshladi. Samiya ko'nglimni avundirgandek biror eg'iz gap qilsikan degandek uning qarab turdi. "Sizningcha u saqchimidi?" so'radi Naval xayrixohlik bilan. "Bilmayman", alam bilan javob berdi Abdulhamdi va tez-tez chamdab ishikka mangdi. "Abdulhamdi, nega borasiz?" deb to'lidi Samiya. "Men u odamning nima uchun izimga tushganligini bilib boqay", dedi Abdulhamdi. U chiqib ketib ishni gup qilib yopdi. Samiya xuddi ishik uning bir yerini qisib olgandek chiyqiribdi. Abdulhamdi Naval ko'rsatib qo'ygan odamga qarab qo'yib, jiz ko'chasiga qarab mangdi.
Andın arqısıga qarab, iliqi adamның yiraqdan özgə əgişib kelyatqanlığını gördü. O tramvay bekitiga kelib to'xtab, arqasiga qaradi. U adam o bekatga kelib chetdirək turdi. Abdulhamdi 15-ci yo'l tramvayga chiqdi. U adam shu tramvayga chiqqanligini ko'rdi. U Utba maydonidan tramvaydan tushgan edi, iliqi adam tushib qoldi. Shu buraga boradigan 8-ci yo'l tramvayga chiqdi. U adam chiqdi. Abdulhamdi Sheykulani ko'chasida tushganda u adam tushdi. Uyga qarab manganda u adam mangdi. Uyga kirib derazadan qaradi. U adam uyning udulda tomga yo'linib gazetni ichib Abdulhamdi o'rindiqqa lasda o'ltirib beshini chanqalladi. Yuragi azobdan puchilandi. U saqchi mahkamasiga berib, Umanbek bilan ko'rishgan kundan tortib, mushundaq bir azob uni aromida qo'ymay kelyotdi. U mag'lub bo'lganligining, aqlliqligi masxara qilinganligining azobi edi. Rost emasmi? İbrahim aldab qo'yib tuydirmayli ketdi. Ondan Abdulhamdi alman-talman Humanbek bilan ko'rishdi. Ammo uningga hech narsani deyolmaydiganligini his qilib yolg'on gap to'qishga majbur bo'ldi. Abdulhamdi bu azobdan qutulishga, alamni yutib yetishga tirishdi. U hayotida ko'p xatoliklarni o'tkazgan, ammo buni alamini yutib etgan emasmidi? U mag'lub bo'lgani yo'q. Men vijdonliq odam, vijdonim hammadan g'olib keldi, deb o'zini ishondirmoqchi bo'ladi. U o'zining Samiyaga muhtoj bo'layotganligini, har qanday chog'dagidan bakrak muhtoj bo'layotganligini sezatdi. Chunki Samiya uni mag'lub bo'lganligiga ishondirgan. Uni o'ziga ishondigan, o'z-o'zidan mag'rurlanadigan qilgan. Samiya hozir erkilik qilmaydi, uning bilan taqqallashmaydi, uni aski demaydi. U saqchi mahkamasiga borgandan tortib, uni qaltis bir odam ko'rmoqda. Abdulhamdi o'zining Samiyani deb, uningga bo'lgan muhabbatini debla Umanbekka yolg'on aytganligiga ishonadi. U Samiyaning yuzini qilib, uning oilasini saqlab qoldi. Shuningdan tortib Samiya uningga bekla amroq bo'lib ketdi. Har qanday chog'dagidan bek kuyindi, ko'ngil bo'ldi. Samiya uning to'y qilish irodasini kuchaytmoqda. Uyatchanlik bilan so'zlab uningga ta'sir ko'rsatmoqda edi. Shundaqdimi Abdulhamdining beli bo'shab ketyotdi. O'zida maqsadga yetmaguncha to'xtamaydigan kuch va aqlning yo'qligini sezatdi. Qo'lidan ish kelmaydiganligini his qiladi. Shunga o'zining ayib nuqsonlarini tan elib, o'tib ketgan hayotiga pushaymon qiladi. Qiliqsizliklari, o'qishni tugatmaganligi, diplom ololmaganligi uchun afsuslanadi. Bu narsa uning Samiyaga bo'lgan muhabbatini noziklashtirib etgan edi. U Samiyaning o'zidek bir yaramas odamga bog'lanib qolganligiga ichinadi. U hozir muhabbat masalasida yo'q yerdan ish termaydi. Qo'pollik, quvliq qilmaydi. U o'zining yaramasligini his qilgan seri Samiyaga shuncha muhtoj bo'layotganligini sezib, Samiyaning qishiga itoatchan, qoida-usulliq bo'lib boradi. Samiyaning qalbini butunlay o'ziga rom qilib olishga tirishmaydi. U hatto tog'isi bilanmi to'y haqida so'zlashmaydi. Bo'lmasa İbrahim u oildan chiqib ketgandan buyon tog'isi go'yo uningga hech qanday gap bermagandek to'y ishini og'zig'imi olmagan edi. Abdulhamdi mag'lubiyatim mushuning bilan oyoqlashar, buningdan boshqa ish yuz bermas deb o'ylab, vaqtning qalbidagi azobni yo'qotishini, Samiya bilan ikkisining taqdirini bekitishni kutib turmoqda edi. Abdulhamdi saqchilarning o'zining orqasiga tushishini, Umanbekning o'zi aytgan yolg'on gaplarni sezib qilishni zodila xiyoliga keltirmagan edi. U munofiq, xuddi kona qadinaslardek muloyim, samimiy o'ltirgandigu. U yiligar tulka, ablah, jallod. Abdulhamdi o'zining vahshiy dushmanga, Umanbek, saqchilar, jandarmalarga duch kelganligini his qildi. U beshini ko'tardi, o'rnidan turib, u yoq bu yoqqa mingishga boshladi. Bu bo'ytaqlar turadigan bir yurish chaqqong'ina uy bo'lib, uy jihozlari oddiy, tutuq rangda sirlangan edi. U Humamdin, saqchilardan qandoq qutulish xiyoliga tushdi. Oldida turgan o'rindiqni birla tepib o'rib etdi.
Andın goya xuddi türmüde turgandek, türmünün tamları onu sıkıp ketivatqandek, beshini tamga tirab, tamni mushtlab ketdi. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.